Amerikada qo'shni o'z erkak qo'shnisini xotinini xiyonatdan ogohlantirdi. Salom, men sizning qo'shningizman. 3 ta uy narida turaman. Men sizga bir narsani aytmoqchiman. Har safar ertalab ishga ketganingizdan keyin bir erkak kishi mashinasida kelib uyingizga kirib ketadi. Meni taxminim bo'yicha sizning xotiningiz sizga xiyonat qilmoqda. Mashinaning rangi qizil Chevrolet, raqami esa 5 dan boshlanadi, adashmasam, to'liq eslay olmadim. Lekin har safar tong saharlab ishga ketganingizdan keyin bu erkak kishi mashinasini ko'chaning narigi tarafiga tashab kelib uyingizga kirib ketadi. Men uni deyarli 4 kecha ketma-ket uyingizga kelganini ko'rganman. Men shunchaki sizni bu ma'lumotlarni bilishingizni xohladim. Agarda sizga isbot kerak bo'ladigan bo'lsa, mening uyimga video kuzatuv kamerasi o'rnatilgan. Ana shu kameradan sizga videoni ko'rsatishim mumkin. Videoda ana shu qizil mashinani ko'rishingiz mumkin. Agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa yoki shunchaki gaplashib olmoqchi bo'lsangiz, men 3 ta uy narida turaman.